Ko'rib turibsiz, butun respublika bo'yicha yomg'ir, do'l yog'yapti. Bu o'simliklarga juda ham katta zarar yetkazmoqda. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Avvalo, singan shoxlar, zararlangan barg va mevalarni zudlik bilan olib tashlang. Bu kasallik tarqalishini kamaytiradi hamda o'simliklarning tiklanishini tezlashtiradi. Do'l urgan joylar ochiq yara bo'lgani sababli zamburug' kasalliklari tez rivojlanishi mumkin. Shu bois 1-2 kun ichida fungitsid bilan ishlov berish tavsiya etiladi. Ayniqsa mis tarkibli preparatlar yaxshi samara beradi. O'simlik stressdan chiqishi uchun aminokislotalar, antistress biosimulyatorlar va gumanit preparatlar qo'llash foydali. Ular ildiz faoliyatini kuchaytirib, yangi barg chiqishini tezlashtiradi. Bu davrda kaliy, fosfor va mikroelementlar bilan oziqlantirish tavsiya etiladi. Kaliy o'simlik immunitetini oshirib, jarohatlarning tez bitishiga yordam beradi. Sug'orish esa me'yorda bo'lishi kerak. Ortiqcha suv ildiz chirishi kasalligining xavfini oshiradi. Do'ldan keyingi 5-7 kun davomida ekinlarni muntazam kuzatib borish zarur. Agar barglarda dog', chirish yoki qurish belgilari paydo bo'lsa, qo'shimcha ishlov berish tavsiya etiladi.